Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli podpisчиклар, Avtosel Xorazmni YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatib turgan yurtdoshlarimiz. Xo'sh, bugun xudo xolasa sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz ko'pchilik obunachilarimiz so'raydigan Tracker Premierni haydashga tayyor bo'lgan qora ranglisidan 2024-yilda salonga olinganini qo'yib beramiz. Bu mashinaning yana bir qiziqlari boshlang'ich to'lovidan $1000 atrofida pul olgan bo'lsa, hamma xarajatning ichida avtokredit etib ham taxlab beramiz. Shuning uchun videoning oxirida tannarxi va qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Video davomida aytib boramiz. Videomizga hozirdan o'zingizdan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar va sabr chidamidon, ya'ni tez ayt muddat didon bratlarimiz bizdan do'shnasa to'liq ma'lumot berib, keyin narxi va boshqa ma'lumotlarni aytib o'tamiz do'stlar. Shuning uchun salgan sabrli bo'lib, bir-birimizni tushungan holda kuzatib borishlaringizni tavsiya beraman. Xo'sh, mashinamiz 2024-yil 6-oyda salondan olingan hisob ma'lumotnoma, lekin bu Premier pozitsiyasi bo'lganligi uchun o'zi bilasizlar 2024-yildan Premier Plus versiyasi chiqib boshlagan salonda 251 millionlik varianti bo'lganligi uchun 2024-yilda olinganligi bilan tex pasportini 2023 etib berganlar. Buning sababi esa shu aytib o'tganimizdek, kuzovlari 2023 bo'lganligi uchun. Kraskalari 100% rodnoy mashinamizni bir yeridan bir damchi kraska topmaysizlar. Xudo xolasa bemalol tekshirib ko'rib olaverasizlar. Mashina o'zlarimizning oldida kredit, barter, naqd pul, dogovor deyishlarni ish ko'radi. Ana zapaska bolalar yerga tushmagan. Dogovor debman, uzr. Damin istesangizlar ham beramiz xullas. Arka kameralari. Xo'sh. Ravan Zitto'dan 4 dona yaxshi balon qo'yilgan. Bu ham oz pul durmaydi. O'zingiz yaxshi bilsangiz kerak. Yana kuzov yundomerlari 2023 o'tgan 5 ключовой достуp bor. Obshivka holatlari zo'r. Yo'llar ham akkuratni, top-toza holatda turibdi. Bu rulni xo'jasini ko'ringlar, Matvey bo'lib turishini. Demokratni sotsiyadan mashinamiz, yana skojalar ham, keyinda proyektlari tozalgan, o'zini sezinasini mosatib, ko'k rangda yana panorama lyuklari bor, klimat kontrollari bor, monitorlari bor, zavodskoy, o'zini zavodskoy barlarında Premier versiyasi. Qo'shimcha qo'yilgan narsalar, yana 4 yumshoq balon, elde ablisopkasi, arkasini akullar qo'yilgan, azından gösterib o'taman. Elde RS dizayndagi ablisovka qo'yilgan, nomerlar pastga tushgan. Mashinani dim zo'r sostenada turibdi. Niyat etganlar like bosib qo'yinglar. Xohlasizlar bu, xohlasizlar bu yandan Premier Trackerimiz bor. Buni obzorini qo'yib berganmiz, kanalimizga o'tib ko'rsangizlar bo'ladi. Hali balonni dishlari nima deydi, ya'ni hollari demi, yozuvlari ketmaydi. E'tibor berib qarasangizlar, o'zi zavodskoy diskalarida turibdi. Kraska yo'q, motorida kamchiligi yo'q. Yana Equinox dizayndagi akulalar qo'yilgan, orqa yubkalari qaraytirilgan. Biz siz shu o'zim nikel olib keladi. Premier Turbo 1.2lik turbina motor bo'ladi motori. Xo'sh, bu mashinaning narxini obunachilarimiz uchun 186 million so'm bo'lsa naqd pul beramiz. 186 million so'm. 2024-yilda salonga olingan Tracker Premier versiyasini 186 million bo'lsa beramiz. Kredit olaman desangizlar, boshlang'ich to'lovlar shu $1000 atrofida pul olgan bo'lsa, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan klientlarimizga avtokreditdan chiqarib beramiz. Agarda sizda boshlang'ich to'lovlar ko'proq olgan bo'lsa, yanada foizi arzonroq, oylik to'lov ozroq chiqadigan bankdan kreditdan chiqarib beramiz. Qolgan ma'lumotlarni esa telefon nomerlaringiz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumot olib, kelib xarid etib olsangizlar bo'ladi. Manzilimiz Urganch yo'ldan yo'l Sputnik svetoforning yonida joylashgan va bizda boshqa har xil turdagi mashinalar bor. Bemalol kelib, o'zingiz xohlagan variant asosida savdolashib, xarid qilib olaverasizlar. Hammalaringizni Avtosel salonimizda kutib qolamiz.